Homiladorlikda ko'pchilik ayollar limonlarni tishlab yeyishadi. Kechalari esa sho'r bodring yegisi kelib qoladi. Shirinliklarsiz esa tura olmaydi. Ko'pchilik erlar esa majbur emasman-ku, bu sani kaprizing, san menga erkalik qilasan deb o'ylashadi. Ammo bu o'zgarishlar tasodifiy emas, ayol organizmidagi muhim signallardir. Homilador ayol organizmida ba'zi vitamin hamda mikroelementlar tanqisligi mana shunday holatlar bilan namoyon bo'ladi. Masalan, tinimsiz go'sht iste'mol qilishni xohlash organizmda temir yetishmayotganidan, shirinliklarni juda ham ko'p iste'mol qilishni xohlash esa magniy hamda energiya yetishmovchiligidan bo'lishi mumkin. Tuzli yoki nordon istashi esa organizmda qon bosimini pasayganligidan dalolat berishi mumkin. Demak, homiladorlikdagi xohishlar bu oddiy kapriz emas, bu tananing muhim signalidir. Bu xohishlarning sababini aniqlash hamda ayolni tushunish sog'lom homila rivoji uchun juda muhim. Go'zal homilador qizlarimiz, ushbu videoni hozir yeyishing shart emas, san menga erkalik va kapriz qilasan deydigan turmush o'rtoqlaringizga jo'natib qo'yishni unutmanglar.